Eng arzon desalar uchun arzon narxda 2011-yilda ishlab chiqarilgan 3 litrli motor bilan jihozlangan Captiva 2 avtomobili. Tabloda 100 mingdan ozgina oshiqroq ko'rsatyapti. Mashina holati rostdan ham zo'r o'zi. Atseklari tinnuv bo'lib turibdi. Mana shu tumshug'ida, mana shu chizig'ida mana shunday pitno qilib sepilgan ekan. Bitta dona krilo sepilgan. Qolgan joylari top-toza ekan. Bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Rangi oq, jemchuk emas. Balon holatlari zo'r. Hamma elektronikasida hamma narsasi ishlar ekan. Tinnuv holatda, salon holatlari ham, qo'jalari ham yomon emas. Mashina yurib turgan holida olib kelishdi. 7 ta o'rindiqli Captiva xohlaganlar bo'lsa, benzinda harakatlangan, korobka motorlari ham yaxshi holatda, cho'tki ishlab turibdi. Salon holatlari ham zo'r ekan. Paroglarigacha tinnuv bo'lib turibdi. Bitta mana bu tushib qopti, shuni qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Bu yoq tomonlari ham mana. Zazolari hamma joy bir tekis holatda turibdi. Texnik xarajati yo'q deb aytishdi. Eng arzonida 8500 bosib.